Qadrli obunachilar, videoni boshidan kuzatib, oxirigacha like tirsillatib turinglar. Qo'ydi asl holati, asl beshkekniki. Xudo xolasa urug'liq, nasllikka arashan Edilboy qo'zilar zo'rinab qo'ydi. Narx qo'yish bo'yicha bor obunachilar. Jigarini sug'urib qo'yaman. Bugun obuna tuymachalar boshidan tirsillatib yaqin birodarlarga padilsa uzatib turing. Biz qo'yib turgan videoni ko'pchilik xalq ko'rib tursin. Xalq uchun bugun ro'za Ramazon kunida ilk birinchi kunidan Xudo xolasa yaxshi niyatda obunachilar foyda qo'yilmaydi. O'zi narxidan kerak bo'lsa obunachilar bitta chiroyliga duo qilib qo'yasizlar, qo'yiladi. Zo'ridan kelgan like tarsillatib turinglar. Biz unda videolarimizni boshladik. Qadrli obunachilar, 2026-yil 19-fevral haftaning Xudo xolasa payshanba tongida qo'zilarni sultoni kelganda qadrli obunachilar, bugun erta tongdan videom ustida ishlab bormoqdaman. Xudo xolasa shu telefon qilsalaring Xudo xolasa lokatsiyalar tashlab beraman, tepasiga kelib ko'raman degan obunachilar bormi? Bemalol kelib ko'ringlar. Qo'ydi ham balig'idan. Haraga men qaratingda daryoda baliq suzsa, yerda sudrab mana qo'y suzadi. Mana qo'yni ko'rsating. Asl holat qadrli obunachilar mana. Belda yo'g'onligi mana. Endi mana ko'ryapsizlarmi terini bo'shlig'i? Bu juni bilan bo'lsa, o katta qo'y bo'lib turadi. Yana buni ko'rib ishshah deb o'ylamanglar qadrli obunachilar. Faqat sizlar uchun. Mana qaranglar. Ko'rib turibsizlar, toza 5 kek qo'yi, suyak bo'yidan ham, leboy tarafidan Xudo xolasa batafsillik qiladi. Urug'liqqa boqaman Fayzullo, menga zo'ridan kerak degan obunachilar uchun mana qo'y. Mana. Ko'ryapsizmi qo'ydi? Yakkin kalla boshlarni ko'rsatib qo'ying. Mana qo'y. Lekin mana shu ham hali qo'zi qadrli obunachilar. Lekin mana bitta bo'yini ham ko'rib beraman. Lekin isbot dalili bilan bo'lsin. Mana Xudo xolasa qo'ydi, bo'yi ham zo'r qadrli obunachi. Suyak katta qo'ydi. Necha? 90 ga yaqin. To'shnisi necha? 87. 87. Men qarab, hazilga emas obunachilar qo'y. Uncha-muncha shahti cho'yini ichirib qo'yadi qo'y Xudo xolasa. Mana bittasi bilan maqtanmaylik qadrli obunachi. Mana olapakkisidan, sariq olasidan. Bu bo'yi nima deyapti? Bodam gulidan. Bo'yi nima deyapti? 87. Ko'ryapsizlarmi? Mana kellan garbonuslar. Qadrli obunachilar 80 ga olinglar bo'yini. Deb bo'yidan tortish yo'q, odatim yo'q bilasizlar. Lekin bo'yda mana kichkinasi. Mana. Mana qo'y. Ko'ryapsizlarmi? Lekin qadrli obunachilar olyapsizlarmi? Pul sanab beryapsizlarmi? Zo'rg'a pul sanab beringlar. Shu zo'rg'a pul sanab berib qo'ydi. Eng kichkinasi ham lekin baliq bo'lib yotibdi bo'ldani. Maza qilib boqasizlar qo'ydi. Bular narxi haligi yosh o'yliga keladigan bo'lsa, yosh o'ylilar 11 oylik atrofida o'zi qo'chqor. 11 oylik. Yaxshilab tushunib turinglar. Bu 5 kekki, o'shaning uchun suyak katta qadrli obunachilar. Yedi ishda sog'lik salomatligiga bir hafta garantiyasini beraman. Menga qaradim narxga keladigan bo'lsa, narxini qo'ydi sultonni chiqarib qo'yyapman. $600, $650. Unaqa yo'q obunachilar. 6 milliondan chiroyli kamini qilib beraman. Kamini hech pulligini bitta like bosganga 200 mingni o'taman. Kommentariyaga kirib turib otangga rahmat deb yozganga yana o'taman beraman qadrli obunachilar. Yana 200 mingni o'taman. Yana 200 mingni o'taman, 400 ming so'mni o'tib beraman. 5 million 600 mingni sonini 13 ta. Hammasi qo'chqor, 13 tasi bir joyga olinglar, dastlabkasini qilib sizlar uchun yetkazib beraman. Tanlavanglar 100 ming so'm, 200 ming so'm tanlashlaringga qarab puylisi bo'ladi qadrli obunachilar. Bunaqa narx yakka bo'ladi. Faqat Fayzulloda bo'ladi qadrli obunachilar. Qadrli obunachilar, zo'ridan ilinyapmanmi? Xudo xolasa zo'ridan qilsana beringlar. Mana qo'y. Mana uncha-muncha shahtamon yo'q. Mana qo'y. Mana yakkalaban ko'rsatib qo'ying qo'ydi. Qo'ydi mujmali yo'q qadrli obunachilar. 13 tasini olasizlar, bir pachka qo'y. 5 million 600 ming so'mdan bir yerga dastlabkasini qilib yetkazib ham beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu bugunga birinchi partiya, ikkinchisi yana chiqarib silang, yana chiqarib qo'yaman. Narxi yengillardan qadrli obunachilar.